Navbatdagi samomoyka apparatimiz bu Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani Do'ng qishloqda bo'ldi. Birinchi boks, ikkinchi boks, uchinchi boks ideal qilingan. Eni 5, uzunligi 6 metr, balandligi 4 metr, to'g'ri 40 metr qo'yilgan. Tak, joylashuvini e'tibor bering. Tak, hammasini bu yerda ko'rib turibsiz. Polik держателlarni, Moysampron o'zining maxsus nerjavikali polik держателlar qo'yilgan. Tak, pistoletlarga e'tibor bergan bo'lsangiz, ST-2300 pistoleti va uchida pena nasadka turibdi. Pena nasadka ham original italyanskiy bo'lib turibdi. Tak, pistolet держателlarimizni ham e'tibor bergan bo'lsangiz, nerjavikali pistolet держателlar. Shunday tepaga e'tibor beramiz. Tepada qarashingiz mumkin, original konsollar bilan jihozlangan. Tak, narigi suv pistoletimiz ham xuddi shunaqa. Endi bu yerga keysimizga e'tibor bergan bo'lsangiz, keysimizni har doimdek o'sha bonus tizimini yo'q berganmiz. 10% bonusda hamma funksiyalari xudo xolasa ishlayapti. Tak, Moysampro belgisi nimalar qilyapti? Ichkarini ochib qo'yadigan bo'lsak, endi ichkarida hozir kalit yo'qligi uchun ocha olmadik. Tak, pul kubriya priyomligimiz NB10, platamiz Raptor platalari bilan jihozlangan. Bizning tex pomeshcheniya xonamiz. Tex pomeshcheniya xonamizga e'tibor bergan bo'lsangiz, har bitta ximiya uchun alohida liniya tashlab ketganmiz va vertuch bypass, total stop italyanskiy bilan joylashtirganmiz. Pompamiz ham italyanskiy Are pompa 200 barlik, volt 5 kilovatlik motori va ximiyalar uchun dozatorlar, ulkalarni chiroyli qilib joylashtirib qo'yganmiz. Tak, kompressor uchun chiqishi, suvni chiqarish uchun qishda minus kunlar suvni chiqarish uchun liniya tashlab ketganmiz va undan tashqari отстойник filtr, krayniklari har bitta boksni shunaqa joylashtirganmiz. Bu birinchi boks, ikkinchi boks, uchinchi boks. Tepada esa elektr shitlari. Alohida har bitta boksga elektr shit joylashtirib, tepasiga 3 faza va счетчик kelib joylashib turibdi. Yonida esa 2 tonalik, balandligi yerdan 1 metr balandlikda 2 tonalik bochkani joylashtirib qo'yganmiz. Hamma texnikasini o'zimiz qilib berganmiz. Ali Qulazamov! Bam 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 bam! Ushbu moykaga yana Suxoy tuman apparatini ham o'rnatib berganmiz. Qaranglar, Suxoy tumani yonishiga e'tibor bering, tashqi dizayniga. Bu klientning o'ziga chaqiradi, jozibadorligi bor. 4 ta hadovatori, Lacoste, Chanel, Versace, Dolce Gabbana bor. Bitta balon qoraytirgichi bor. Patkachka shinni qo'yib bermadik. Maxsus standart tarifimizdagi Suxoy tumani apparatini ishlatyaptilar. Hozir buni ishlashni ham bitta ko'rsatamiz. Ko'rib turibsiz, Suxoy tumanimizga 10 ming so'm pulni tashladik. Endi buni ishlatish jarayonini ko'rsatamiz. Luboy bitta tugmani bosamiz, atir chiqishini ko'ramiz. Marhamat, Chanel bulini ishlatamiz. Chanel ketdi. Buni chiqishiga qarang, nimaga o'xshayapti bu? Akalar, nimaga o'xshayapti? Tomosha qiling buni. Vay. Atrof-atrofga zaharlandi-yu. Davlinani ko'ryapsizmi, davlinani? Ko'ryapsiz jozibadorlikni? Ushbu moykadagi Suxoy tuman apparatimizga chernitel shinni ham o'rnatib berganmiz. Marhamat, chernitel shinni o'zi 5 ming so'mda qanday ishlashini ko'ramiz. Masofaga e'tibor bering. Masofa yaxshigina uzoq, ya'ni 10 metr tashkil qiladi. Bu yerda balon qoraytirishga e'tibor bering. Balonimiz qop-qora bo'lmoqda, ko'ryapsiz-a? Tomosha qilyapsiz-a? Demak, 10 metrdan ham uzoqdagi mashinalarni balonni qoraytirib beradi. Mana shu Suxoy tuman apparat. Shuningdek, ushbu moykaga o'zimiz latta qisqichimizni ham o'rnatib berganmiz. Latta qisqichning ishlash effektiga ham e'tibor bering. Suvni qanchalik yerga tushiryapti. Aylantiring, marhamat. Ko'ryapsiz-a suvni tushishini? Mana shu moyka egasiga va klientlarga juda ham qulay bo'lgan infratuzilma hisoblanadi. Bo'ldi, qup-quruq bo'ldi. Shuningdek, ushbu moykaga osma pilososimizni ham o'rnatib berganmiz. Trenddagi osma pilososimizni ishlatishni ko'rsatamiz. Marhamat, tepadan optimaz ketdi. Shlang uzunligiga e'tibor bering. O'zimiz zashligini ham qo'yib qo'yganmiz. O'g'achilarga zarar yetmasin. Bu odam tortib o'ragan deyapti-yu. Bo'ldi. Mashhur aka, mana sizga bugun ikkita samomoyka apparati, Suxoy tuman apparati, pilosos apparati va qo'shimcha qulayliklarni qilib berdik. Xizmatlaringiz davomini sizlarga beraman. Tak, Moysampro jamoasiga fikrlar bildiring aka. Moysampro zo'r, hammasi yaxshi, mana xudoga shukr, chiroyli bo'ldi. Dasturda mana aftimizga xizmat qilamiz deb boshqa qildik. Xudo xolisa Bilurda mana bemalol xizmat berdi. Gap yo'q aka. Sizga katta rahmat. Sizga moyka barakali bo'lsin. Daromaddan baraka topaylik aka. Rahmat. Xudo xolisa. Rahmat aka. Sog' bo'ling.